Bunaqangi kvartirani aniq ko'rmagansizlar akalar. Kvartirani o'zida alohida namozxona qilingan uyi men birinchi marta ko'rishim bor. Mana bu narsalarga e'tibor beringlar. Полностью 3D formatda ishlangan, juda ham chiroyli dekoratsiya qilingan. Umumiy maydoni 200 kvadrat metrli dupleks ko'rinishdagi mana shu novostroykamiz sotuvga qo'yilgan bo'ladi. Полностью sifat bilan remont qilingan, bir ko'rinishda uchastkadan umuman kam joy yo'q. Narxi juda ham zo'r, 1 kvadratiga $850 dan so'rashyapti. Manzili keladigan bo'lsangiz, Zamona to'yxonaning ro'parasidagi Toshkent tumanida joylashgan mana shu novostroykani 3 va 4-etaji bo'ladi. Uyimizga kirib keladigan bo'lsak, mana shunaqangi xoll bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan, lekin remontlarga juda ham mehr berilgan. O'ng qo'lda birinchi xonamizda zal, kuxnya bilan bitta qo'rilgan formatda полностью sifatli texnikalar qo'yib qo'yilgan. Dars yuradigan bo'lsak, o'rtada vannani ko'rishimiz mumkin, yonida hojatxona joylashgan. Bundan tashqari bitta zal, mehmonxonani ko'rsak bo'ladi va yonida yana bitta yotoqxona joylashgan. Endi tepa etajga keladigan bo'lsak, bu yoqqa mana shunaqa xoll bilan boshlanadi. 5 ta xona joylashgan. Birinchi xonamizda o'g'il bolalar yotoqxonasi, yonida qizlar uchun yotoqxona, bu yoqda vannani ko'rishimiz mumkin, hojatxona bilan alohida qo'rilgan. Dal yuramiz, 3-yotoqxonamiz tepa qavatda o'zida, bu yoqda bo'lsa boshidagi namozxonani ko'rdinglar. Va oxirgi xonamizda alohida kotyolniy xona joylashgan. Pastda egalari nomerini qoldiramiz.